Ochko vitamin G'li ajinlarni tekislab, juda ham chuqur namlantirib beradi. Kimga kerak bo'lsa, nalichida bor. Qizlar, hozir skrapimizni test qilib ko'ramiz. Klientimizni hali o'zlari ham ko'rmaganlar, qo'llariga qilib ko'rsatamiz. Qo'llari oppoq ekan. Bu o'li terilarni tushiradi, bilasizlar, skraplarni o'zingiz qo'lingizda qiling, his qilishingiz uchun. Poralarimiz yopilib qoladi. Ko'p skraplarning ichida qumga o'xshagan narsa bo'ladi-da, yaxshi tozalanmaydi, yuzlarni shilib yuboradi, qizartirib. Qo'lingizdan chiqyapti, mana ko'ryapsizmi? Yuzingizdan ham xuddi shunaqa chiqadi. Qop-qora poralari yopilib qolganlar ochiladi, yuzingiz nafas oladi-da. Mana hozir endi yuzlarda makiyaj bor, qo'llariga qilib ko'ryapmiz. Mana qo'llarda qarang, qanaqa toza bo'ldi. Salfetkamiz bor hozir. Effekt qanaqa? Effekti bomba ekan lekin. Voy, mana buni chiqishini. Keling, mana buni artib tashlaymiz. Qo'llarini. Voy, so'nlab yuvdim-ku. Jolik bo'ldi. Hech qanaqa krem emas bu. Krem emas. Endi mana kremimizni, bizning brend kremimizni qo'llarga yuvamiz, suramiz. Bu namlantirib, oziqlantiradi. Buni ham surib oling qo'lingizda. Yumshoq qilib qo'yadi bu kremimizni. 0 yoshdan 100 yoshgacha qizlar bu. Terini mayin qilib oziqlantiradi. Erkaklar ham soqol olgandan keyin ishlatishadi. Chaqaloqlarga ham даже ishlatsangiz bo'ladi. Allergiya bermaydi 100%. Shuni shimiladi tez. Mana Bu yaxshi narsa ekan. endi ikkinchi bitta qo'lingizni. Yo, men buni artib olish kerak. Skrap. Mana qo'llarini bu qanaqadir qurib, qattiqroq bo'lib qolgan. Sho'ralab bunda venalarigacha ko'rinib ketdi. Yumshoq bo'lib qoldi qo'llari. O'zingizda qanaqa? Voy, yaxshi zo'r. Mama qo'l bilan o'sha yurgim kelmay qoldi. Voy, gap yo'q lekin, rosta effekti bo'lar ekan, qarang. Ochdi. Qancha bo'lsa?